pribor yomonini oldik qo'liga bu bratan. Bunaqasini ko'rganmizmi? Bunaqa ko'rib beramiz, menimcha ko'rib beramizga akalar faqat ko'rgan bo'lishligi mumkin. Hozir bitta narsa ko'rsataman. Ahamiyat beryapsam. Bu kamerasi bilan kelgan ko'rib beramiz. Yo tomoni целый mashina snarjeniya qilingan va hattoki migalkalar ham qo'yilgan. Bilasizlar, Emiratda migalkani o'zini olish qonun qoidalari juda ham muammo. Hammaga ham beravermaydi, faqat juda ham zarurat tug'ilganda yoqiladigan bu migalka bu avtomobilga ham qo'yilgan. Ko'rasizlar. Ofitsialniy tekshiruv inspeksiyasi anjomini olib keldi, bratan. Bu kamerani ko'rasizlarmi? Bu mijozni aldoga tushib qolmasligi uchun va mijozni bundan zarar ko'rmasligi uchun o'rtada kamera qo'yib qo'yilgan, ishonch bo'lishi uchun va aldab ketmasligini sababini olib beradi. Zo'ra. Bunaqa ko'rib beramiz. Menimcha hali O'zbekistonda yo'q, lekin bo'lsa yaxshi mana. Foydadan yiroq emas.